Bunaqangi marraz, iflos kimlar bilandir hamkorlikda ishlaydigan onangni emgur og'zingdan laxta qoning kegur odamlar borligini eshitgandim, lekin ishonmasdim. Qaranglar. Mana kamera turibdi, peshoxodda olyapti. Darsni davom etamiz. 1, 2, 3, 4 ta mashina bechoralar oilasiga ziyon keltirib 400 nechidir mingdan yeb qo'ydi. Endi mana bolaga e'tibor beringlar. Hoppa, ko'ryapsizlarmi? Bitta joyda qotib turibdi. Hech narsa qilmayapti. Prosta turibdi o'sha yerda. Peshoxodda turibdi. Mashinalar bilan pamex bo'lgan va nima qilyapti? Kelganda to'xtadim, естественно. Shunda telefonni olib teskari qarab ketyapti. Buni bir повтор qilib ko'raylik-da, onangni ham ko'rdi. Qaranglar. Turibdi. Hop! Hali hop telefonni olib teskari qarab ketib boryapti. Endi buni qarang mana. Zadniy kameradan qaranglar. Mana. Hop, o'tdik mana. Teskari qarab ketvordi. Ha, og'zingdan laxta qoning kegur. Bu videoga yurachini albatta qizartirib, yaqinlarga yuborib qo'yinglar. Albatta savobga qolasizlar. Yaxshi ham meni mashinamni kamerasi oldida, orqada, tepadagi Sputnik ham oladi. Bunaqalarda pryomi menga o'tmaydi azizlar.